Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybekni kuzatib turgan do'stlar. Ustaxonamizdagi navbatdagi svarka apparati obzori remont davom etadi. Bizga remontga tayyor svarka apparati kelgan Power S350i 220 da ishlaydi. Juda ham baquvvat svarka apparat. Videosini ko'chirib ko'rsalaring bu apparat qandayligini, batafsil ma'lumotlar berib, qaysi svarka apparatlari yaxshiligini ham svarchi do'stlarimizga kerakli maslahatlarni berib, batafsil ma'lumotlar berib tushuntirib o'taman. Videoda boshlashdan oldin bizni albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lib esingizdan chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor. Like va qo'ng'iroqcha tugmachasini videoni qilib qo'ysalaring, men video obzor qo'yadigan bo'lsam, sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Keyin kommentariyaga o'zi ishlaydigan svarka apparat nomini yozishdan chiqmasin. Xo'p, do'stlar, tayyor svarka apparatimiz Power S350 ochdim. İçini ko'ringlar, ichi mana shunday holatda. Qaranglar. Полный разбираться bo'lgan. Hamma yoq olib qo'yilgan. Tranzistorlar olib tashlangan. Mana shunday holatda, ichki holat. Hozir buni video so'nggacha ko'rsalaring, xudo xolasa vassanavit qilib, заводской holatga keltirishga harakat qilamiz. O'zlaring ko'rasizlar, baho berasizlar do'stlar. Mana shunday holatda. Apparat усиленный apparat, juda ham yaxshi yoqib beradi toklarni. Zo'r chiqadi. Polni ko'rib chiqamiz. Tayyor Power S350 svarka apparatimiz remont jarayoni tugadi. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Germetikalar sutkab qo'yildi. Strushkalar oyog'ida kelib qolmasligi uchun tranzistorlar hammasi original qo'yildi. Germetikada hamma yo'q joyida original tranzistorlar. Remontimiz boshida eski ko'rinishi va mana yangi ko'rinishi. Apparatga keladigan bo'lsak, apparat obzor qiladigan bo'lsak, moshniy apparat, chiqishda drossellar olib turibdi. Bu esa elektrotni yaxshi zo'r yoqib beradi. Tranzistorlar 60 amperlikdan ko'radigan bo'lsak, hammasi pod zakaz kelgan original 6060 FD tranzistorlar. Xo'p, qaranglar. Apparat lushi mana remontda. Hozir sizlarga qancha to'yib berishlarini va chiqishlarini svarka qilib yoqib ko'rsatib beraman do'stlar. Ustoybekda ishonchli remont. Assalomu alaykum do'stlar. Demak, svarka apparatimiz remonti tugadi. Tok berishlarini ko'ramiz. Tok berishlari normal. Antizalipaniya ishlayapti. Ochamiz. 9 amper. Tikib ochamiz 100. 100. Betdan 100 amper. Teklashtirgan bo'lsak 100 amper. Bunda ham 100. Ochamiz. 132. Ochdi. Mana shunday holatda do'stlar. Tok berishlari normal. 100 ga qo'ysak, demak 100 amper, 100 amper, 100 amper tok beryapti. Tokni qilishimiz постоянкамdagi ana 112 amper, bu ham 112 amper beryapti. Почти bu displeyda ham, bu displeyda ham, bunda ham bir xilda tok ko'rsatyapti. Balans hisoblab, balansni pasaytirsak, tok berishi yana ortishi mumkin. Hozir o'chirib, yoqib ko'rsatib beraman. So'l elektrod bilan bir qator yana do'stlar. Remont chiroyli tarzda bo'ldi. Obzorlarni qo'yib ko'rsataman. Xo'p, svarka apparatimiz tekshiruv jarayonida. Yoqamiz dahshat. Mana sразу dur bo'lyapti, qaranglar. Mana. Sразу dur do'stlar. Tokni pasaytiramiz. Qaranglar, tokni past qilyapti, sразу durga ketyapti. Qalay, nima deysizlar? Sразу dur. Бересizlar. Past tokda ham sразу. Sразу zo'r. Zo'r do'stlar. Sразу dur. Nima deysizlar? Tok maksimum. Yoqishlari dahshat. Moshini do'stlar, kanalga obuna bo'lib esingizdan chiqmasin. Demak, Ustaxona Toshloqda Ustoybek. Toshloq sentrida garant kredit oldida. Moshini. Kommentariyaga o'z ishlatgan svarka apparat nomini yozib qo'ying do'stlar.